Jigar kasalliklarining o'ziga xos bir tomoni bor. Jigar to'qimalarida og'riq sezuvchi retseptorlar bo'lmaydi. Shuning uchun muammo jiddiy bosqichga yetib bormaguncha inson hech qanday og'riq sezmaydi. Bugungi kunda juda ko'p insonlarda jigar faoliyatining buzilishi yashirin holatda kechadi. Xo'sh, bu muammolarning 90%ga nima sabab bo'lmoqda? Ko'pchilik buni faqat spirtli ichimliklar yoki virusli infeksiyalar bilan bog'laydi. Aslida esa muammoning asosiy qismi kundalik ovqatlanish odatlarimizga borib taqaladi. Bugun biz jigar nima uchun ishdan chiqishi, bu jarayonni qanday aniqlash mumkinligi va uni tabiiy usulda qanday tiklash haqida faqat ilmiy faktlar asosida gaplashamiz. Tibbiyotda alkogolsiz yog'li jigar kasalligi degan tushuncha bor. Bu jigar hujayralarining asta-sekin yog' qatlami bilan qoplanib borishidir. Bunga yog'li go'sht yoki saryog' sabab bo'lmaydi. Asosiy sabab bu shakar va sun'iy fruktozadir. Keling jarayonni hujayra darajasida tahlil qilamiz. Biz uglevod iste'mol qilganimizda u qonga glyukoza shaklida so'riladi. Glyukozani tanadagi barcha hujayralar, mushaklar, miya, yurak o'ziga energiya sifatida qabul qila oladi. Lekin shirinliklar, gazlangan ichimliklar va do'kondagi sharbatlar tarkibiga qo'shiladigan sun'iy fruktoza butunlay boshqacha ishlaydi. Fruktozani mushaklar yoki miya o'zlashtira olmaydi. Uning 100% qayta ishlash uchun to'g'ridan-to'g'ri jigarga boradi. Amerika jigar kasalliklarini o'rganish assotsiatsiyasi tomonidan o'tkazilgan tadqiqot shuni tasdiqladiki, jigar o'ziga yopirilib kelgan ortiqcha fruktozani parchalashga ulgura olmaydi va uni darhol trigliseridlarga, ya'ni yog' to'qimasiga aylantirib, o'zining ichida saqlashga majbur bo'ladi. Yillar davomida bu jarayon jigar hujayrasining to'liq yog'ga botishi va o'z funksiyasini yo'qotishga olib keladi. Jigarni yemiruvchi ikkita katta va yashirin sabab bor. Bu tibbiyotda ichak jigar o'qi deb ataladi. Buni ko'pchilik bilmaydi. Siz qabul qilgan oziq-ovqatlar, dori-darmonlar va ichakdagi bakteriyalar chiqindilari to'g'ridan-to'g'ri qon aylanish tizimiga o'tmaydi. Ular avval darvoza venasi deb ataluvchi maxsus qon tomiri orqali 100% jigarga kiradi. Agar inson doimiy ravishda noto'g'ri ovqatlansa, uning ichak mikroflorasi buziladi va ichak devorlari o'zining himoya xususiyatini yo'qotadi. Natijada ichakdagi yomon bakteriyalarning zaharlari darvoza venasi orqali to'xtovsiz jigarga quyilishni boshlaydi. Jigar har kuni bu yashirin zahar bilan kurashishga majbur bo'ladi. Surunkali yallig'lanish boshlanadi va oxir-oqibat jigar to'qimalari chandiqqa aylanadi. Jigar og'rimasa ham u 3 ta aniq fiziologik signal yuboradi. Birinchisi teri qichishishi va qizil yulduzchalar. Jigar zo'riqqanda safro kislotalari qonga o'tib, kechasi qichishish chaqiradi. Yuzdagi qizil tomirchalar esa jigar ortiqcha estrogen gormonini parchalay olmayotganini bildiradi. Ikkinchisi surunkali charchoq va miya tumanligi. Oqsil parchalanishidan hosil bo'lgan zaharli ammiak jigarda tozalanmasa, u to'g'ridan-to'g'ri miya hujayralariga ta'sir qilib, insonni doimiy holsiz va xotirasiz qilib qo'yadi. Uchinchisi uyqu rejimining buzilishi. Jigar yallig'langanda qondagi uyqu gormoni melatoninni to'g'ri taqsimlay olmaydi. Natijada siz tunda uxlay olmaysiz, kunduzi esa tanani mudroq va charchoq bosadi. Bu jarayonlar qanchalik jiddiy bo'lmasin, ilm-fan jigarning bitta ajoyib xususiyatini tasdiqlagan. Jigar to'qimalari hujayra darajasida o'zini o'zi to'liq qayta tiklay oladi. Buning uchun kimyoviy va og'ir dorilar ko'pincha teskari ta'sir ko'rsatadi, chunki ular jigarga qo'shimcha yuk bo'ladi. Jigarni hujayra darajasida tiklash uchun tibbiyot 3 ta asosiy jarayonni talab qiladi. Birinchisi, zararlangan hujayra membranasini tiklash. Bu jarayon faqatgina muhim fosfolipidlar yordamida amalga oshadi. Fosfolipidlar jigar hujayrasining o'z qobig'ini quruvchi g'ishtlardir. Ikkinchisi, yallig'lanishni to'xtatish va toksinlarni bloklash. Buning uchun tabiatdagi eng kuchli gepatoprotektor sut qushqonmasi tarkibidagi slimarin moddasi kerak. U zaharli moddalarning hujayra ichiga kirishiga yo'l qo'ymaydi. Uchinchisi, safro dimlanishini bartaraf etish. Ovqat hazm qilishni normallashtirish uchun safroni suyuqlashtiruvchi artishok ekstrakti ilmiy jihatdan eng xavfsiz vosita hisoblanadi. Jigar faoliyatini barqarorlashtirishda muvaffaqiyatga erishish uchun bu uchala jarayonni bir vaqtning o'zida kechishi zarur. Aynan mana shu maqsadda Sunnah Products sizga ilmiy asoslangan majmua Kiptosofi kapsulalarni tavsiya etadi. Bu mahsulot shunchaki yengillik beruvchi vosita emas. Uning tarkibiga yuqorida aytib o'tilgan 3 ta eng kuchli tiklovchi element, muhim fosfolipidlar, slimarin va artishok ekstrakti yagona kompleks shaklida kiritilgan. Bu majmua yog'li jigar infiltratsiyasini to'xtatish, uzoq muddatli dori iste'molidan keyin jigarni toksinlardan tozalash va hujayralarni qayta tiklash jarayonida xavfsiz yordam beradi. Sog'lom hayot o'z organizmini tushunishdan boshlanadi. Jigaringizga o'zini tiklash uchun to'g'ri sharoit yarating. Ushbu ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va videoni yaqinlaringiz bilan ulashing. Kiptosofi haqida batafsil ma'lumotni video ostidan topishingiz mumkin. Salomat bo'ling.